Bugun bizani jamoa o'zini sizlarga yaqindan tanishtiradi. Ismim Sevinch, yoshim 23 da. Ichingni chakishingni ham ayt. Xo'p. Asli Samarqandlikman, oyimlarda tojik qoni bor, adam o'zbeklar, shuning uchun bizda ozgincha narsa aralashgan. Iskasa, ha? Isanda ozgina ilonni ham qoni bor. Qanday o'yinga chiqib keladi. Asli kasbim marketing, ya'ni marketologman. Voy o'lik. Hop, ismim Ibrohim, onam qozoq, o'zim o'zbek. Adam o'zbek, men o'zim ham o'zbekman chunki. Hop, o'zim O'zbekiston Toshkentda tug'ilganman, shuning uchun ham takoy slang toshkentskiy. Nima deyish kerak yana? Yana bizani Almataga olib boraman deb aldagansan. Aldamaganman, lekin olib boraman. Asli kasbing? Asli kasbim o'z barber bo'lganman. Barber emas. Sen sartarosh bo'lgansan. Barber deyiladi. Shu barber zo'r oladi. Ibrohim barber zo'r soch Sizlar oladi. mana Vine orqasidan tanigansizlar ko'pchiliginglar. No, men muzika aslan hobbiyim. Da, muzikani zo'r yozadi. Bitta xatosi bor, Games bilan fit qilib qo'ygan. Yo'q, voy xato emas u, aka. U maqtanish, aka u. Men o'zi 98